Mirishkor tuman axborot kutubxona markazida bibliografiya, izlanuvchanlik, bilim va ijod manbai mavzusida ma'naviy ma'rifiy tadbir tashkil etildi. Unda kitobxonlikni targ'ib qilish, yoshlarning ilmga bo'lgan qiziqishini oshirish hamda ma'naviy dunyosini boyitish masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Tadbir doirasida ishtirokchilar uchun qiziqarli taqdimotlar va suhbatlar o'tkazildi. Tafsilotlar muxbirimiz lavhasida. Seminar nafaqat oddiy ma'ruza, balki mazmunan boy ilmiy amaliy muloqot maydoniga aylandi. Unda bibliografiya sohasining bugungi kundagi dolzarb masalalari, zamonaviy axborot muhitida uning o'rni va istiqbollari keng muhokama qilindi. Mutaxassislar bibliografiyani faqatgina kitoblar ro'yxatini tuzish bilan cheklanmaydigan, balki ilmiy izlanishlar uchun yo'l yo'riq beruvchi muhim vosita sifatida ta'rifladilar. Ayniqsa raqamli texnologiyalar rivojlanayotgan bir davrda elektron kataloglar, ma'lumotlar bazalari va onlayn resurslar bilan ishlash ko'nikmalarini shakllantirish zarurligi alohida ta'kidlandi. Seminarning mazmunli va qizg'in bahs-munozaralarga boy qismi yakunlangach, tadbir mantiqiy ravishda o'zining ikkinchi bosqichiga, atoqli yozuvchi Pirimqul Qodirovning qalamiga mansub 3 ildiz romani taqdimotiga ulanib ketdi. Keng va tantanavor ruhda bezatilgan zalda kitob taqdimoti alohida ko'tarinki kayfiyatda boshlandi. Tadbirda so'z olganlar tomonidan asarning yaratilish tarixi, uning o'zbek adabiyotidagi o'rni hamda bugungi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan qoyalar haqida aytib o'tildi. Hozirgi kunda davlatimizda kitobxonlikka nihoyatda katta e'tibor berilmoqda. Kitobxonlikni rivojlantirish bo'yicha bir qancha loyihalar, dasturlar, qarorlar ishlab chiqarilmoqda. Asar taqdimotida 50-yillardagi talabalarning boshdan kechirgan voqealari aks ettirilgan. Yozuvchi asar nomini 3 ildiz deb nomlanishiga sabab asarda birinchi ildiz puxta bilim olish, ikkinchi ildiz haqiqiy inson bo'lish, uchinchi ildiz muhabbatga asoslangan oila qurish mavzusi ko'tarilgan. Shuningdek, Pirimqul Qodirovning 3 ildiz romanining mazmun mohiyati, unda aks etgan tarixiy va ma'naviy g'oyalar, asarning yoshlar tarbiyasidagi o'rni haqida qiziqarli mulohazalar bildirildi. Tadbir davomida kitobxonlik madaniyatini rivojlantirishga qaratilgan savol-javoblar tashkil etildi. Yozuvchining boy ijodiy merosidan sahna ko'rinishlari namoyishi tomoshabinlarda katta taassurot qoldirdi. Shu bilan birga Pirimqul Qodirovning hayoti va ijodiga bag'ishlangan slaydlar taqdimoti, uning o'zbek adabiyotiga qo'shgan hissasi yana bir bor yodga olindi. Kitobxon rahbar mavzusidagi videorolik namoyishi esa tadbir ishtirokchilarida kitob mutolaasiga bo'lgan qiziqishni yanada oshirdi. Bugun Mirishkor tumanimizda katta tadbir tashkil etildi. Xona xodimlari hamda rahbarlar tashrif buyurishdi. O'quvchilarga o'zimizni kitobxonamizdan kitob ulashishga, ularni kitobxonga jalb qilishga, o'z hissamizni qo'shib borayotgandan va kasbimdan juda faxrlanaman. Bugungi seminarda barcha hamkasblarimiz bilan tajriba almashdik. Tadbir so'ngida tuman san'atkorlari tomonidan ijro etilgan kuy va qo'shiqlar yig'ilganlarga ko'tarinki kayfiyat bag'ishlab, uchrashuvga yanada fayz baxsh etdi. Bu kabi tadbirlar aholining, ayniqsa yoshlarning kitobxonlik madaniyatini yuksaltirish, ularni milliy va jahon adabiyoti durdonalari bilan yaqindan tanishtirishda muhim ahamiyat kasb etadi.